Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz, YouTube ishqibozlari, motoblok ishqibozlari. Mana bugun xudo xolisa yana bir yerni haydadik. Afsuski men 192 da haydash jarayonini olish imkoniyati bo'lgani yo'q. Endi joyga ochish jarayoni, joyga ochishda video qilib tashlaymiz. Mana 192, mana haydalgan yer, tobida suv qo'yilgan, o'zimiz aytib ketganmiz. Dahshat, yer ham dahshat chiqdi. Afsuski videoga ola olmadik, hech qisi yo'q. Ko'ringlar, mazza qilinglar. Joyga ochish jarayonini tashlayman. Dam olyapti bizni legendarniy 192 Excalibur. Mana haydalgan yer, ko'rsanglar bo'ladi. Joyga olish jarayoni. Mana hurmatli obunachilarimiz, joyga olish jarayoni. 177 tortishi benzinligimiz xizmatda. Ham bu aravada yuradi, ham joyga ochadi, ham yer ham haydaydi. Gap yo'q. Everest 170 markasi 7 ot kuchi. Zo'r motoblok. Kashnichka olib beryapmiz, xudo xolasa. Temir balonlari har doimgidek aytib o'taman, zavodskoy, O'rikzorda bor, ko'p. Olinglar. Faqat joyga olish uchun temir baloni yo'q, yasalgan. Ocharini o'zim yasaganman. Bu Everestimizga 4 yil bo'ldi, xudo xolasa. Yaxshi chiqdi. Albatta vaqtida qarash kerak. Hali motori ochilmagan. Faqat bir marta karburator almashdi, 2 marta babina svicha almashdi. Babinaga svicha kabel, babina, bir marta karburator almashgan. Bunda ham yerni dahshat haydasangiz bo'ladi. Albatta sug'orib olib, tobida qolish kerak. Haydormadingda. Bir kunda normalniy haydasangiz 50 sotlik yerni boshqa motoblokda haydab, bunda ochar ochsa bo'ladi. Ertadan kechgacha. Yana bilmadim, balki undan ham ko'pdi, balki undan kamroq yerda haydasa bo'lsa kerak. Lekin 20-30 sotlik spakoyni ochib, haydab, ochar ochib, tinchib olsa bo'ladi. Mana bunaqa yumshoq qilib. Lekin haydaladigan yer motoblok talablariga javob berish kerak. Toza, sug'orilgan bo'lish kerak. Haydor endi. Mana o'shqa daraxt bor.
ko'ringlar, mazza qilinglar. Savollar bo'lsa kanalimizda nomerlarim bor. Bemalol telefon qilaveringlar. Omad hammaga. Endi biz mana pichoqchada mana bu pichoqlarni tozalaymiz. Xudo xolasa. Omad hammaga.